Jamoat, assalomu alaykum. Biz mana emi udaleniyani boshladik. Qo'limiz emi tiydi. Bu Podvoy VSL 2. Podvoy VSL 2'ni emi mana qiyishtirganmiz. Buni avgustda qiyishtirilgan. Emi mana udaleniyada mana japaylarni olib tashlayotamiz. Mana qaranglar, japaysini olib tashlab olsak, mana qiyishtirilgan jag shu o'salmay turadi mana. Qaranglar mana o'salmay turadi. Mana mallar uje почти 10-15 cm o'sib ketdi. O'shaning uchun bularni olib tashlaymiz bunday. Olib tashlasak, bor kuchi emi o'sha ulanganlarga kelib mana. Xudo xolasa emi bular o'sishni boshlaydi. Bu operatsiyani udaleniya deydi. Mana japaysi mana ulanganda qoladi. Shunday qilib bardig'ini berisi qarab chiqiladi. Ozmas kech qoldi-ku, menda salofandar qoladi, salofandarni olib tashlaymiz. Erinbek har bir ko'chatni sho'ntib qarab chiqiladi. Kuzda ulag'anlar ham уже açishsin-a? Udaleniya qilishsinmi bari? Tanishlar, bu o'sha kuzda ulangan ko'chatlarda bular. Bu 12 sentyabrda ulag'anmiz. Bu yil kechroq ulag'anmiz. Spesialni ko'raylik, kech ulag'an qanday bo'ladi deb. Bu Podvoy VSL 2 tomir. Mana qaranglar. Udaleniya qilib qo'ysa, xudo xolasa emi ko'ktoy. Bu vishnada ham bor. Vishnada ham qilganimiz bor. O vishnani ko'yoqda mana. Mana shu уже butdi mana. Birazgi joylarda cho'g'roq o'sganmi? Tozalab qo'yish kerak. Mana shu qilib tashsak, 2 kunda уже razницasi bilinadi. 2 kunda. Barliq ko'chat qilib jatqanlarga xayrli. Udaleniyani surishni boshlangizlar. Salofandarni olish kerak. Birazgisi olayliqmi deb telefon chalishayotadi. Обязательно уже vaqt keldi. Ola turgan tozalab qo'yishni unutmanglar. Mana qaranglar, o'salmay turadi-da. Bunday salofanlar qop ketyapti. Ular qisib qoladi. Video yoqqan bo'lsa like-dan bosamiz. Hurmatli jamoat, podpiska etmaganlar podpisatsiya etib qo'ying. Hali buni qanday cho'ng'aytiramiz, qanday ko'chat bo'ladi? Bu ko'chatlar xudo xolasa kuzga tayyor bo'ladi. Bu yerda ko'vrag'i italyanskiy sort, o'zini o'zi chandatib turgan sortlarga qiyishtirganmiz. O'zi baqdan buchirib kelib ulangan. Buni ko'ram desangar, imенно iyunda boshida bu gilaslar pishadi. Matichni bog'imizni kelib mo'malarini ham ko'rib ketsangiz, o'sib ketsangiz bo'ladi.